Dizaynerlik sohasiga qiziqasizmi? Unda sizga ajoyib taklifimiz bor. Bunaqasi hali anchadan beri bo'lmagan. Yozgi ta'tilni oddiy uyda o'tirib emas, balki haqiqiy dizaynerlik olami bilan boshlamoqchimiz. Unda bu imkoniyat aynan siz uchun. 20-iyun kuni faqat offline kursimizga yozilgan o'quvchilarimiz bilan podiumga boramiz. Ularning orzusini amalga oshirish uchun. Bu oddiy sayohat emas, bu sizni kelajakdagi kasbingizni yaqindan his qilib ko'rish imkoniyati. Podiumda siz professional dizaynerlarni, undan tashqari eng so'nggi liboslar kolleksiyasini ko'rasiz. Eng muhimi, moda muhitini o'z ko'zingiz bilan his qilasiz. Bunaqa kurs qayerda bor? Ba'zan bir kun insonni maqsadini yana ham aniqroq qilib beradi. Agar siz dizayner bo'lishni orzu qilsangiz, bu kun sizga katta ilhom va motivatsiya beradi. Orzungizdagi kasb qanaqa ekanligini telefonda emas, balki haqiqiy podiumda his qiling. Atigi 4 kun vaqtingiz bor. Bu imkoniyat boshqa takrorlanmasligi mumkin. 20-iyul kungi podium tashrifida qatnashish uchun offline kursimizga hoziroq yoziling. Joylar soni chegaralangan, bugunoq joyingizni band qiling. Keyin afsus ulgurmadim deb yurmang. Bu videoni ko'rish kerak bo'lgan insonga yuborib qo'ying.